Dostlar, selamlaymiz sizni 31 may ertasida. Hallarınız, keyifleriniz yaxşıdır. Demek bizning WhatsApp nomeri açık. Biz sizden hot haberler kötübüz. Çünkü biz engemeni başlayız. Arıgınamısın dostlar. Eyya. Mine bir radyo tinglovchimiz shunday bir haber yozib yuborgan. Xayrli ertangi şeyler. Xayrli erta. Mine zorlarimni sizga söyleyeyman, boshqa söyler kishim yo'q. Bir noshar odatim bor menim degan. Bir noshar odatim bor. Kechki untulami tomoq osha. Ham men tuni bo'yi xolodilnik eshigini ochib yopib berayim. Bir tanışım var idi. Nik ol soğutqışның içinde ot kimishin qo'yilgansin. Tunni oshuvchilar uchun bit endi ol deb yanadan shu so'utqış yanına keleydi. Yo'q dostlar, biz bugun aytayliklar. Ikkovgina tugul radio tinglovchilarimizda qo'shilsin. Noshar odatlar haqida сөйләшик. Chunki bugun butun dunyo tamakiga qarshi kurash kuni ekanini belgilab o'tdik. Hem noshar odatlarga bitali ul nindidir aroq ishu, tamaki tortu, narkotiklarga beylilik kina tugul, ali tog'in noshar odatlarda hesap, isimlik zor. Şuna göre dostlar, noşar gadetlerden belki siz o'zingiz anlap qutulgansızdır. Belki biz bilmegen noşar gadetler isimligin siz tağında bilesizdir. Şuna göre şularını barlap, şularga karşı kurash kuni e'lon etilgan.